Onangni emgir bugun kechasi bilan uxlamay metan qo'yib chiqdim 12 soatda. Ish qilib ish yaxshi bo'lsin-da. Kufsif dam solaman. Ha, dediki, Majdomdan birortasi Yandex chaqirmadimi? Chaqiruvdik. 10 soatdan beri molga o'xshab qayda aylanib yuribsan? Bularda ota-onasi Yandexchilar odam emas deb tarbiya qilganmi? Ha, chiqing olib keting. Lokasani shu yerdan tashladimmi, shu yerda olib ketasan. Qalay shunday mujik? Nima deysan? Onangni emgir. Puling olganingdan keyin bo'sh qilasan, davay dugon. Voy, bo'ldi, boshliq mana. Assalomu alaykum Shopur aka. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Voy, onasini emsin. Klientlar ham bir indi, bir bindeda. Sen ham u bu joyda odobnomadan dars berasizmi? Yo'q akajon, uyimizda shunaqa tarbiya olganmiz. O'zi faqat ayol taksichilarga chiqardim-u. Ha, mayli. Yerga qarab ketaveraman. Ya, enangni eriga katta rahmat, jonim Sinem. Sendaqa klientlar ko'payorsin. Ha, rahmat. Voy, Shopur aka, uydan shoshilib chiqqanimga pulim uyda qolib ketibdi. 1 soatda kartezga tashlab yuborsam bo'ladimi? Ha, onasini emsin, ha. Mana shu mashinani senlar minach. Aytdim o'zi bu yoq odobnoma bo'yapti desam, bu yoq jismon tarbiya bilan geografiya-yu. To'sh chiroyli bo'lmay o'rgir. To'sh navbat-navbatda asabimni buzishma. Masha, kel, yur. Assalomu alaykum aka. Shu atrofda kimdir Yandex chaqirmadimi? Keldingizmi aka? Как раз Anjandan chiqayotgan tabiiy raya suvlarini ichib, bozorga borib kelamiz, molni sotib kelamiz. Ye, onasini emsin. Mali bugun mol yuklab bozorga? Oxirgi paytlar faqat molga o'xshagan klientlar chiqyapti o'zi menga. Ikkita mol yuklay olmayman aka men. Hazillashyapsizmi aka? Bitta-yu mol. Shuni olib borib yaxshi qilib sotib kelsak bozorda, abetizga o'zim qovoq somsa beraman. O, qovoq bosh. Jinni emasmisanlar jon aka, tugaysanlarmi? Navbat-navbatdan simena qilib asab buzyapsanlarmi? Yandexchilar ham odam, biz ham ko'karamizmi? Senlarni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Kuchim yetganicha kurashaman, maka. Molingga qo'shib pig'illataman. Mana men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Masha.